Assalomu alaykum, atada kuzatuvchilarimiz, bizning mijozlar. Bugungi mavzu rubrikamizni galdagi navbatini boshladik va sizlarning talablaringizga binoan yana bir bor sizlar uchun Yayra Karimovnani taklif qildik va ko'pchilik izohlarda savol qoldiribdi. Yayra Karimovna qayerda ishlaydi, qayerdan topsak bo'ladi deb. Shuning uchun bugun assalomu alaykum Yayra opa. Sizdan so'rab qolardik, shu savolimizga, ozgina izohlarimizga e'tibor bergan holatda o'zingizni yana bir bor eslatib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Rahmat, meni yana so'rab, yana kasalliklar haqida ma'lumot berishimni so'raganinglar uchun, men haqimda juda ham ko'p iliq ma'lumotlar, iliq gaplar qoldirganinglar uchun rahmat sizlarga. Men o'zi aslida Andijon davlat tibbiyot instituti klinikalarida endokrinologiya bo'limida ishlayman va Andijon davlat tibbiyot institutining gospital terapiya va endokrinologiya kafedrasi assistentiman, oliy toifali shifokor endokrinologman. Hozirgi paytda barchaga ma'lumki, klinikamiz, shifoxonamiz remont ishlarida uchun, remontga yopilganligi sababli biz hozir bo'limimiz viloyat ko'p tarmoqli shifoxonasi, ya'ni sanchast, xalq tili bilan aytganimizda sanchastda 3-etajda revmatologiya bo'limida joylashgan va men u yerda bemorlarni ko'rish, davolash hamda talabalarga dars o'tish bilan shug'ullanmoqdaman. Va mana shu joyda yana bir sirni ruxsat bersangiz Yayra opa ochardim. Yayra Karimovna Andijon tibbiy diagnostika markazimizda haftada 2 marta payshanba va seshanba kunlari obeddan keyin bizning iltimosimizga qarab kelib bemorlarni qabul qilib o'z ko'rigidan o'tkazib berish imkoniyati bor sizlarga. O'shuning uchun qabuliga bemalol yozilsangiz bo'ladi. Izohlarda agar qoldirib savollaringiz bo'lsa ham bemalol tortinmasdan faqat sizlardan iltimos qilardikki, like va podelitsani unutmaymiz va bizni oxirigacha kuzatishni davom etishingizni so'rab qolardik. Yayra opa, ruxsat bersangiz, endi savollarga o'tsak. Albatta. Bilasizmi, mana kuni kecha aksiya qildik. Markazimizda shu yerda bemorlar kelib, endi natijalari chiqqandan keyin kiribdi-da, sahrim bormi, ko'rib berasizmi deyshadi. Shunda men bitta narsaga duch keldim, buni bir marta emas, bir necha marta eshitdim. Menda ham sahrli diabet bor edi, ya'ni qandli diabet bor edi. Bundan ko'p yillar oldin, 2-3 yil oldin, lekin hozir davolanganimdan keyin yaxshi bo'lib ketdim deb, hozir sahrim yo'q deb gapirishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Qandli diabetdan davolanib yaxshi bo'lib ketish imkoniyati bormi? Hozir gaplaringizni birinchi qismidan boshlasak, mana kechagi kungi tadbir, ya'ni 1-sentyabr mustaqilligimizni 34 yilligiga munosabati bilan o'tkazilgan 20% chegirma bilan barcha tahlillar, tekshiruvlarni o'tkazish bu Andijon tibbiyot diagnostikasini bir juda ham katta xalqimiz uchun ko'rsatgan yordami bo'ldi. Bu yerda juda ham ko'pchilik kelib, tahlillar topshirib, o'zini sog'ligi haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Mana siz aytib o'tganingizdek, qancha o'zida qandli diabet borligidan bexabar bo'lib, qonda qand miqdori yuqoriligini bilmasdan yurgan bemorlar qanchasi menga ham telefon orqali murojaat qilib, shu tibbiy ko'rikka borgan edim, chegirma bo'layotgan ekan, menda qo'qqisdan qonda qand miqdori yuqoriligi aniqlanib qoldi yoki chegara holatdagi aniqlanib qoldi deb menga qo'ng'iroq qilishdi. Bu juda katta narsa. Biz ya'ni kasallikni oldini olishda ham bu kechagi o'tkazilgan tadbir juda katta rol o'ynadi deb o'ylayman. Shuning uchun sizlarga ishlaringlarda rivoj, hamisha shunaqa narsalar davom etsin. Xalq sog'ligini o'ylab, xalq xizmatida hormay etolmay ishlashni davom ettiringlar. Keyingi savolingizni keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, qondagi qand miqdorim yuqori bo'lgan, lekin men uni davolab yo'qotib yuborganman degan tasavvur. Gap bu
noto'g'ri tasavvur desam ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam odamlarda ba'zi holatlarda shunday bir davr bo'ladiki, qondagi qand miqdorini o'lchagan paytda yuqori bo'ladi. Masalan, agar bu inson ortiqcha vaznga ega bo'lsa, irsiyatida shunaqa moyillik bo'ladigan bo'lsa, lekin bu inson qondagi qand miqdorini shu ertaroq bilib, ertaroq aniqlab, o'zi bilan shug'ullanib, parhezlarga rioya qilib, o'z vaqtida imkoniyat darajasida fizik yuklamalarni olib harakat qilgan bo'lsa, qondagi qand miqdori vaqtinchalik, oddiy qilib aytganda, uyquga ketgan holatdagidek bo'lishi mumkin. Lekin agar bu inson yana dieta parhezlarga rioya qilmasdan, ko'p ortiqcha yog'li ovqatlanib, kam harakatliliklar bilan, ya'ni gipodinamiya holatlarida bo'lsa, ortiqcha vaznga ega bo'lsa, bu qondagi qand miqdori yana yuqorilashib, yuzaga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun uyg'onishi mumkin. Bunga ham shu insonni o'zi sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalan kimnidir men qandimni davolab olganman, yo'q bo'lib ketgan degan tasavvur gapiga ishonib, shu masalan qondagi qand miqdori yuqori chiqqan inson shu yo'ldan ketmasligi kerak. O'zi bilan shug'ullanib, tahlillarni vaqtida topshirib, agar har safar me'yorda tahlilni natijasi me'yorda chiqqan holatda ham 6 oyda bir albatta qondagi qand miqdorini nahorgi hamda ovqatdan 2 soatdan keyingi, ya'ni postprandialniy deymiz, biz shu qondagi qand miqdorini tekshirib yurish kerak. Biz hozirgi davrda zamonaviy meditsinada nahorgi qondagi qand miqdoriga qarab ish yuritmaymiz. Eng asosiy bizga ma'lumot beradigan narsa bu qondagi qand miqdorini ovqat yegandan keyin 2 soatdan keyin o'lchash va uni natijasiga qarab ish qilish, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta buni bir marotaba emas, agar yangi aniqlanayotgan diabet bo'lsa, buni qayta kamida 2-3 marta tekshirib hamda sutkalik siydiqda qand miqdorini tekshirgan holatlarda biz keyin bu inson diabetga chalinganmi yoki chalinmaganmi, shuni aniqlay olishimiz mumkin. Demak, unday bemorlarimiz, endi bemor deymizmi, o'zlarini bemor hisoblamagan holatda ham, demak, ularda baribir qandli diabetga moyilligi yuqori xavfli darajada turadi, ya'ni gruppa riska. Buni biz yashirin diabet yoki bo'lmasam prediabet holati deb ataymiz. Bu prediabetda mana siz aytmoqchi gipodinamiya yoki ovqatlanish tarzini o'zgartirmasa yoki ortiqcha vazn deyapmiz va shu yerda albatta stressni ham qo'shib ketamiz. Albatta. Nega stress to'g'risida gapiryapman hozir sizga? Chunki mana qandli diabetli со стажем deymiz, endi bir necha yillar davomida diabet, bularda charchash, asabiylash holatlar juda ko'p kuzatiladi, nervozность. Bularda davolashda albatta endokrinolog o'zi hal qila oladi mana shu holatlarini, charchashini, asabiylashishini, nevrologik qandaydir statusini. Buni endokrinolog o'zi hammasini ko'rib nazначенияsi bilan qiladimi yoki qandaydir boshqacha yondashuv kerakmi? Har bir qandli diabet kasalligi o'zi bu surunkali kechuvchi kasallik. Xronik kasallik deymiz. Har bir xronический surunkali kechuvchi kasalligi bor inson albatta injiq, asabiy, tez ta'sirlanuvchan, atrof muhitga tez emotsiya reaksiya qiladigan holatga tushib qoladi. Albatta qandli diabet bundan xorij emas. Shuning uchun qandli diabetdagi asabiylikni, injiqlikni davolashni albatta biz haligi eng avvalo, eng asosiy faktor bu qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab yurish. Agar qondagi qand miqdorini biz me'yorda ushlab yursak, qondagi qand miqdori yuqoriligi bu qon tomirlariga, asab tomirlariga, barcha tizimlarga ta'sir qiluvchi faktor hisoblanadi. Shuning uchun biz agar qondagi qand miqdorini me'yorida ushlab tursak, bemor bu darajada injiq, tez ta'sirlanuvchan, asabiy bo'lib qolmaydi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, biz bu holatlarda
nevropatolog, ya'ni nevrologlar bilan birgalikda bu bemorlarimizni davolashimiz kerak bo'ladi. Yana eng muhimi bular bilan psixoterapiya o'tkazishimiz kerak. Har bir endokrinolog meni fikrimcha ular bir psixologda, chunki qandli diabet bilan bemorlarimiz yillar davomida davolanib yurishadi. O'shaning uchun masalan qaysidir bir ma'lum endokrinologga shu darajada ixlos qilib, suyanib, ular bilan xuddi bog'lanib, opa-singil, aka-uka, qarindoshdek bo'lib qolishadiki, men masalan juda ko'p bemorlarimni nabiralarigacha, hatto uyidagi muammolarigacha bilamanda, shunga sabr qilib, vaqt topib eshitishni bilish kerak. Eshitishni bilish kerak va u insonga ko'ngliga yo'l topib to'g'ri maslahat bera olishni bilish kerak. Shunda masalan men o'ylashimcha nevrologni ham unchalik hojati bo'lmaydi davolashganda. Tak eng asosiy sharti qondagi qand miqdori me'yorida bo'lsa, sog'ligida unchalik muammo bo'lmasa, bu inson nevroz bo'lmaydi deb o'ylayman. Demak, azizlarim, eshitganinglardek, siz kimga, qaysi mutaxassisga murojaat qilmang, agar sizda qandli diabet degan tashxis qo'yilgan bo'lsa, sizda charchoq, injiqlik, ta'sirchanlik, asabiylik bo'ladigan bo'lsa, siz qanchalik boshqa mutaxassislarga murojaat qilmang, qand miqdorini qonda o'z me'yoriga olib kelmagunizcha, baribir bu holatlardan xalos bo'lishligingiz qiyin ekan, baribir endokrinolog bilan bu narsa ko'rib chiqilishi shart ekan, bog'liq. Yaropa, mana asabga o'tdik. Hozir bu endi уже qandli diabeti bor bemorlarda asab deymiz. Bu asoratlarga ham kiradi. Bu endi agar kirib boradigan bo'lsa, bu asoratlar chuqurlashib boradi. Ya'ni o'sha diabetik polineuropatiya, nefropatiya, retinopatiya deb ketadigan bo'lsak, va shu yerda biz albatta diabeticheskaya stopa deb ana shu qandli diabeti bor bemorlarimizga birinchi qiladigan nima desam bo'ladi, oldini olinglar deb doim ogohlantiradigan holatimiz va qo'rqinchli asoratlari bu diabetik stopa. Bu diabetik stopani birinchi qo'ng'iroqlari bo'ladi. Shu birinchi qo'ng'iroqlari va shuni nafaqat bemorni o'ziga, balkim yaqinlariga ham eshittirib o'tsak-ku, nimaga e'tibor berishligini aytib o'tsangiz, Yaropa? Dilfuzaxon hozir juda ham bir haligi og'riqli nuqtani bosdingiz desam to'g'ri bo'ladi. Qandli diabet bilan bemorlarimizni eng og'riqli muammosi bu. Birinchi galda kelib bemor qandli diabetni asosiy belgisi o'zi ko'p chanqab, ko'p siyish deyiladi. Tez va ko'p miqdorda siydik ajratish. Lekin bemorlarimiz qabulga kelganda eng birinchi shikoyati oyog'im og'riyapti. Eng og'riqli joyi shu bo'ladi. Shikoyatlari asosan oyog'im og'riyapti. Keyin suhbatda o'tirib, chanqashingiz ham bormi? Tez siyapsizmi desa, ha, o'zi chanqashim odatiy 2-3 choyni choy ichib boraman o'tirganda, kechasi 3-4 mahal yoki 5-6 mahal tashqariga chiqaman deydi. Bu shu darajada masalan boshqa sog'lom odam uchun kechasi 4-5 mahal hojatga o'tish bu juda og'ir. Lekin diabetlarimiz shu darajada bunga ko'nikib qolgan yoki bo'lmasam shu oyoqdagi og'riq miyada shu darajada dominantaki, bu shikoyatlar ham ikkinchi darajaga ko'chib, oddiy hol bo'lib, oyog'idagi og'riqdan ko'proq asosan shikoyat qilishadi. Oyoqdagi og'riqlar demak polineuropatiyalar deymiz biz. Qon tomirlar angiopatiyasi deymiz. Bu yerda sezuvchanlikni buzilishi. Ba'zi bemorlar oyog'im uyushib, qiziyapti deb shikoyat qiladi. Ba'zi bemorlar uyushib, oyog'im sovqatyapti. Bu polineuropatiya hamda angiopatiyani qay darajada qon tomirlariga ta'sir qilganligiga qarab bemor, har bir bemor individualniku, har bir bemor individualni shunaqa shikoyat qiladi. Yana bir holatlar borki, doktor tapochkami kiydim deb
ketsam bir poy tapichkam oyog'imdan tushib qolibdi, hatto sezmabman deydi. Bu juda ham og'ir holat, bu juda ham haligi inson uchun haligi diskomfort. Atrofdagilar masalan bitta poyda bor obuv, ikkinchisida yo'q. Atrof muhitdagilar uchun ham o'zi bemor o'zini ham juda yomon his qiladi. Bu hammasi diabetik to'piqni polineuropatiyani boshlang'ich belgilari. Biz bu holatlarda albatta bemorlarga, o'zlariga kerakli har bir bemorga qanday shikoyat bilan, qanaqa bezovtachilik borligiga qarab turib individual maslahatlar beramiz. Individual oyog'ini parvarishi haqida, oyog'ini qanday davolash haqida, eng avvalo profilaktikasi haqida ko'p suhbatlar o'tkazamiz. Demak, qanday profilaktika? Biz uchun oddiy holat bo'lishi mumkin. Eshikni tagida turgan oyoq kiyimimizni boramiz, shunday kiyib ketamiz, to'g'rimi? Hali masalan, biz shuni bemorlarga, diabetik bemorlarga shunaqa deb tanlaymanki, men oyoq kiyimingizni olib, qoqib turib keyin kiyishingiz kerak deyman. Chunki siz bilan biz sog'lom odam oyoq kiyimimizga haligi uchib mayda tosh zarrachasimi yoki birorta yot predmetmi oyoq kiyimimizga tushib qolsa, uni kiyganda biz darhol sezamiz, oyog'imiz buni sezadi. Afsuski, qandli diabet bilan bemorlarimizda sezuvchanlik buzilganligi sababli bular shu oyoq kiyimidagi yaxshigina razmerda, kattalikda bo'lgan toshlarni ham sezmasligi mumkin. Va shu oyoq kiyimni kiyib 3-4 qadam bosgandan keyin albatta bu oyoq kiyim oyoqqa travmatizatsiya bo'ladi, botadi, qonaydi. Keyin albatta yomon holatlarga, infeksiya tushsa yomon holatlarga olib keladi. O'shaning uchun albatta oyoq kiyimini birinchi shart qoqib kiyish kerak bo'ladi. Shunaqa endi bir klinik holat deymizmi, случай bo'lganki, bir ayol tapichkasida oddiy xandon-pistani po'chog'i shu tushib qolgan, uni kiygan, po'choq shunaqa turganda oyog'iga bosgan, uni bosib oyog'ini ichiga ma'lum darajada kirib ketgan, sezmagan, ketavergan, yurgan, uyiga kelib keyin qarasaki, bolalari naskiz qonmi, tuflis qonmi degan. Keyin qarasa, oyog'iga shu naskisidan o'tib, endi yuqa kapronovoy naski bo'lgan, naverno. Botib kirib ketgan shu pista po'choq. Hali botib ketganda, u shundoq uni отпечатка bo'lib, pechat bo'lib bosilib qolgan oyog'ining tagiga. Keyin uni, конечно, olib, bolalari darhol haligi shifokorga olib borib, bu ish albatta yiringli jarrohlarning aralashuvlari bilan u yoqda yiringlab ketib, shunaqa holatlar bo'lgan. O'shaning uchun bemorlarimizga albatta tuflisini, tapichkasini qoqib kiyish bu odat bo'lib qolishi kerak. Keyin yana bitta narsa, узкий нос deymiz, haligi nima tor tufli, poshnali tuflilarni kiyish maqsadga muvofiq emas. Albatta ayollar ayniqsa juda ham haligi baland poshnali, uchlari uchli, qattiq lakirovanный tuflilarni kiyishni yaxshi ko'radi, lekin buni ham me'yori bo'lishi kerak. Zaruriyat joyida 1 soat, 2 soatga. Birinchidan u ham oyoqni qisib qo'yib, shilsa, netsa shu yerdan yana haligi ochiq shilinib qolsa, terini butunligi buzilsa, bu yerga infeksiya tushishi mumkin, u yerdan yana yomon holatlar kuzatish mumkin. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan uzoq muddat kiyib yursa, qisilib turib, usiz ham oyoq qon tomirlarida qon aylanishi yaxshi emas, u yana ham qon aylanishni buzib yuborishi mumkin va oyoqdagi og'riqlar, diabetik to'piqqa moyilliklar yana ham kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun biz bemorlarimizga yumshoq tapichkalar, yumshoq oyoq kiyimlar kiyishni, kengroq, o'zidan oyog'idan bitta razmer kattaroq obuvni, oyoq kiyimni kiyishni tavsiya qilamiz. Keyin yana bitta narsa, biz o'zbekchiligimizda, milliyligimizda mahsi muammosi. Mahsi, masalan, endi o'zbek ayollarimiz ham, erkaklar ham hammasi haligi
qish davrida ayniqsa yoki manaqa yoz bahorlarda ham tahorat ushlanadi deb mahsi kiyishni yaxshi ko'rishadi. Shu mahsida ham endi bilasizlar o'zinglar, mahsini ham uchlari tor bo'ladi, qattiqroq bo'ladi, ko'p mahsi oyoq kiyimlari, choklari qattiq bo'ladi. O'shaning uchun mahsini mayli kiyish kerak. Lekin o'shani ham masalan oyog'ini razmeri 38 bo'ladigan bo'lsa, mahsi albatta 39 bo'lishi kerak. Kengroq razmerda mahsi hamda shunga yarasha kattaroq razmerda kalishlarni kiyishni tavsiya etiladi. Shunda biz shu diabetik to'piqni oldini olgan bo'lamiz. Demak, birinchi bo'lib og'rig'iga, ikkinchi bo'lib o'sha tapichkasi shippaga tushib qolib yoki nimadir bo'ladigan o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, uchinchisi oyoq kiyimini doim qoqib, kiyib, gigiyenaga rioya qilib, albatta o'sha mahsilarga ham bir razmerini bir razmer kattaroq kiyishni tavsiya qilamiz bemorlarga. Yana bir savol, qiziq savol. Hozir biz diabetический stopadan shunday semizlikka o'tamiz, Yayropa. Semizlik, bilasizmi, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda mana semizlik bilan kurash deganda juda ham hozir aktualni bo'lib ketgan preparatlar chiqib ketdi. Semizlik bilan kurash aslida o'zi ular diabetga topilgan preparatlar hisoblanadi. O'zi ularda aynan qandli diabet bilan semizlik bilan kurashayotgan odamlarga tavsiya qilinadi deyilgan menimcha instruksiyasida. Lekin shunda sog'lomlar ham buni qabul qilishdan tortinmayapti. Siz shu Ozempic yoki Mounjaro degan siz ham eshitasiz. Shu haqida sizni endokrinolog mutaxassisligi bilan spetsialniy, professionalniy yondashuvingizni eshitmoqchiman. Hozir bizga keyin bu gapdan keyin albatta birinchi o'rinda menga, keyin sizga tosh otishi mumkin. Bunga ham bu juda katta global muammo. Bu global muammo va bu nima deydi? Отдельная тема разговора deydi-yu. Вот да. Qarang, hozir gipodinamiya zamonida yashaymiz, fast foodlar zamonida yashaymiz. Xohlasa, xohlamasa hamma kam harakat. Hamma ko'chada tayyor polfabrikat ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Nimaga? U yerda polfabrikatlarda vkusoviy усилители degan narsa borki, biz uyda ayollar tabiiy ovqat tayyorlayotganimizda albatta u ximikat narsalarni qo'shmaymiz va bizni tayyorlagan ovqatimiz oila a'zolarimizga ko'chada tayyorlangan shu fast foodlar va ko'chada tayyorlangan kuxnyalarda ovqatlariga o'xshab mazali tuyulmasligi mumkin. Lekin yosh kattalarga juda mazali tuyuladi, lekin yoshlarga unaqa tuyulmasligi mumkin. Shuni oqibatida kelib chiquvchi semizlik. Va bu semizlikni davolash uchun o'zini o'tdan cho'qqa urayotgan vazni katta chiroyli dombolar. Demak, Mounjaro, Ozempic preparatlari. Bu preparatlar albatta qandli diabetni davolash uchun deb aytganingizda instruksiyasida yozilgan, lekin bu yerda yana bitta qismi borki, ortiqcha vazn bilan kechuvchi qandli diabetni davolash deb yozilgan. Va biz endokrinologlarning praktikasida bu preparatlar ozdiruvchi preparatlar qatorida ham juda ko'p arsenal bor. Endi ozdiruvchi preparatlarni qatorida ham ishlatiladi. Endi hamma narsani есть oq tomoni bor hamda qora tomoni bor. Ta'siri hamda nojo'ya ta'siri. Bu har bir preparatda bor. Oddiy paracetamol, bezobidniy degan paracetamolda ham o'qib ko'rsangiz shuncha nojo'ya ta'siri bo'ladi. Har bir preparatda shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun bu preparatni olishdan avval bu Mounjaro bo'ladimi, Ozempic bo'ladimi, Arsema bo'ladimi, Semagluk bo'ladimi, qaysi bir preparatni olish qat'iy nazar inyeksiyani albatta qondagi qand tahlilini, biokimik tahlilni, jigarni ko'rsatkichlarini, o't pufagini holatlarini
o'rganmasdan turib buni ko'rona olish albatta nojo'ya ta'sirlarga ko'p olib kelishi mumkin. Lekin shu o'rganib chiqilganda organizmida bu preparatni olishga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa hamda bu shu preparatni qabul qilmoqchi bo'lgan insonimizni xohishi o'ta kuchli bo'lsa, ya'ni bu nima deydi, ixlos qilib, harakat qilib shu narsani qilmoqchi bo'lsa, albatta положительный ta'sir ko'rsatadi, yaxshi ta'sir ko'rsatadi, ozdiradi. Bu yerda vazn ketishdan tashqari ob'yemlardan ham ketib, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Lekin shu narsani albatta sog'ligiga ziyon qilmaydigan darajada olish kerak bo'ladi. Endi hozir shu по показаниям сахарный diabetda yoki ожирение stepeni bo'yicha, masalan, darajasi bo'yicha semizlikni gapirayotgan bo'lsak, qizlarimiz buni olgandan keyin buni nojo'ya ta'siri bo'lmaslikda ilojisi yo'q deyapmiz va buni xo'p moyilligi bo'lib oldi ham deylik. Bu demak xohlasak xohlamasak noto'g'ri deb aytsak ham bo'ladi. Biz как врачи в белых халатах. Просто men hozir qizlarimizga agitatsiya qilmoqchiman, olmanglar, chunki Ozempic'mi yoki o'sha Mounjaro yoki siz aytmoqchi boshqa nomliklarini ham deganimiz bilan u vaqti o'tib yana baribir moyillik kelib chiqadimi semizlikka? Bu preparatlarimizni effekti albatta aytib o'tganimizdek bir olib xohlagan vazningizgacha yetib olgandan keyin bir umrlik emas. Masalan, siz dietani buzib, kam harakat bo'lib, yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilsangiz, yana albatta o'zingizni vazningizga qaytib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun bu narsalarni hammasini tosh tarozi qilib turib, undan keyin sizni irodangiz yetadimi? Shu preparat sizga yordam qilib sizni ozdirdi, o'zingiz xohlagan vaznga ega bo'ldingiz. Undan keyin siz shuni irodangiz yetib, dietani mahkam ushlab, harakat qilib, shunday davom eta olishingizga ishonchingiz komil bo'lsa, bunga qadam qo'yishingiz kerak. Agar preparatni effekt to'xtatganingizdan keyin siz u narsalarga rioya qilmasangiz, albatta vazningizni qaytadan yig'ib olishingiz mumkin. Shularni ham inobatga olish kerak. Ya'ni semizlik darajasi qo'yilgan bo'lsa yoki qandli diabeti bo'lsa, tavsiya qilamiz. Mana shu Yahyo Karimni aytib o'tgandek, tosh tarozisini o'lchab, hammasini o'rganib chiqqan holatda. Ammo semizman, oynaga qarab, yo'q, meni vaznim yoqmayapti menga, lekin qandli diabeti yo'q, semizlik darajasi hali aniqlanmagan qizlarimizga biz bu narsani chuqurroq o'rganib chiqishni tavsiya qilamiz. Yahyo Karimni rahmat sizni barcha savollarimizga javob berganligingiz uchun. Mana shu joyda yana bitta savol bor. Qanchalik bu to'g'ri yoki bir o'zingizni fikringizni bilmoqchiman. Bizga kelgan bemorlar qand miqdorini topshiradi. Shunda hozirgi zamonaviy sensorli uskunalar yoki avtomatik uskunalar bilan o'zlari ham o'lchagan, ya'ni o'sha glikometrlarni deydigan bo'lsak, bunda natijalar har xil bo'lib qolyapti. Bu qanchalik dostoverniy, qanchalik bu bilan foydalanish, qanday foydalanish, o'zini yo'l yo'riqnomasi bormi degan savol bergan bo'lardim sizga hozir. Bilasizmi Dilfuzaxon, bu ham juda katta alohida tema, bu haqda alohida gaplashsak ham bo'lardi, lekin hozir shu narsa sizni qiziqtiryaptimi? Demak, bu narsaga javob beraman. Glikometrlar qay darajada to'g'ri ishlaydi? Hozir meditsina bozorimizda glikometrlarni juda ham xili ko'p. Juda ham xili ko'p. Bu glikometrlar bizni O'zbekistonimizga ba'zan o'sha chetda ishlab yurgan
chetda yashaydigan odamlar o'zini ota-onasiga, yaqinlariga sovg'a sifatida olib kelinadi. Lekin juda ko'p glyukometrlar O'zbekistonda registratsiyadan o'tgan. Ular nima deydi, qonuniy ravishda dorixonalarda, medtexnika magazinlarida sotiladi. Bularda bu glyukometrlar har bir qandli diabet bilan kasallangan bemorlar uchun ishlab chiqarilgan uskuna hisoblanadi. Bu glyukometrlarni noto'g'ri ishlaydi, anisi noto'g'ri ko'rsatadi, bunisi baland ko'rsatadi deyish bu menimcha butunlay to'g'ri emas. Siz shuni to'g'ri ishlatishni bildingizmi degan savolni berish kerak. Bir uskunani ishlatishdan oldin uni instruksiyasini, ya'ni qo'llanish tartibini yaxshilab o'rganib olish kerak. Bu glyukometrlar shu darajada yuqori sezuvchanki, ularda qonni tomizish uchun maxsus indikatorlari bor. Test poloskalar deyiladi bu. Bu test poloskalar issiqlikka sezuvchan. Demak, bu test poloskani glyukometrga o'rnatib, qon tomizgandan keyin qonni issiqlik darajasi bilan u rezultat ko'rsatadi bizga. Biz bo'lsa glyukometrni ishlatishdan oldin nima qilamiz? Uni indikatorini hech qachon sensor joyini ya'ni qon tomiziladigan joyini hech qachon qo'l bilan ushlamaslik kerak. Sabab shu, barmog'imizni tekkizsak, barmog'imizdagi issiqlikni ham u sezadi. Sezib, uni orqasidan siz qon tomizsangiz va bo'lib ham katta krupni kapla tomizadigan bo'lsangiz, albatta glyukometr sizga noto'g'ri ko'rsatkich beradi. Siz uni hech qachon indikatorini shu qon tomadigan joyini ushlamasdan, ikki chekkasidan ushlab, ehtiyotkorlik bilan glyukometrga joylashtirib, undan keyin masalan shu glyukometrlarning kitobcha instruksiyalarida ko'rsatib qo'ygan qon tomchisi qay darajada, katta kichikligi qay darajada bo'lishi kerak. Shu narsalarga ham e'tibor berib qiladigan bo'lsangiz va u yerda glyukometrni ham, test poloskani ham saqlash qonun qoidasi bor. Shuni saqlash qonun qoidasiga amal qilgan holda, ayniqsa test poloskani foydalansangiz, menimcha glyukometr ham noto'g'ri ko'rsatmaydi. Chunki u glyukometrlar ham maxsus shu qandli diabet kasal bemorlarimiz uchun ishlab chiqarilgan, o'sha zavodlarda qancha tekshiruvlardan o'tadi. Lekin bu narsa biz venadan olib qon topshirganimizdan, albatta glyukometrda barmoqda kapillardan olingan qondagi qand miqdorini aniqlanishida albatta farq bo'ladi. Birga bir to'g'ri kelmaydi. Eng asosiy narsa bu bemorni o'zini his qilishi. Siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? Siz har qanday barometrdan ham o'zingiz yaxshi his qilasiz. Masalan, chanqab, seyishlaringiz ko'payib qoldimi? Glyukometr sizga qondagi qand miqdoringizni to'r ko'rsatib bersa ham, bu yerda to'rmasligini o'zingiz yaxshi bilasiz. O'shaning uchun shunga qarab doringizni vaqtida qabul qilib, shunga qarab parhezingizga rioya qilib, shunga qarab o'zingizga o'zingiz imkoniyat darajangizda fizik yuklamalarni berib yursangiz, menimcha har qanday glyukometrdan ham to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Rahmat. Yara Karimova, oxirgi savolim yana sizga. Qanchalik mana bizni tomosha qilib turgan mijozlarimizga, bizning xalqimizga, aholimizga bitta qandli diabet va ne diabet farqini. Chunki bizda shunaqa bo'ldi, glyukozani tashak topshirdi, o'ta past chiqqan, u o'zi aslida qandli diabetga topshirgani kelgan bo'lgan, chunki klinikasi. Mana shu joyda qanday farqlab olamiz, nimasiga e'tibor beramiz? Yara Karimova.
Juda katta global muammolarni Dilfuzaxon bitta suhbatda hammasini o'z ichiga oldirmoqchi. Yo'q, hozir tushuncha berib ketishimiz kerak, chunki mana shu joydan bilmagan insonlar ham bo'lishi mumkin-da. Menda diabet deb nima bo'ladi? Tekshiruv bo'lsa, uni diabetni o'zimiz qo'ymasdan albatta tekshiruv, albatta Yayra Karimovnaning konsultatsiyasi, albatta va boshqa narsalarga e'tibor berishimizni eshitib qolishsin. Foydalanib olay deyapman-da sizni kelishingiz bilan. Endokrinologiyada qandli diabet degan bitta juda katta muammo hamda qandsiz diabet degan undan ham kam bo'lmagan muammoli kasallik bor. Qandli diabet bu oshqozon osti bezini faoliyatini buzilishidan kelib chiquvchi kasallik bo'ladigan bo'lsa, qandli diabet bu boshimizda joylashgan gipofiz degan juda qandsiz diabet. Juda ham bir hamma organlarni dirijor sifatida boshqarib turuvchi bezni xastaligi hisoblanadi. Lekin qandli diabet hamda qandsiz diabetni klinik ko'rinishlari aynan o'xshash bo'ladi. Qandli diabetda ham bemorlarimizni eng birinchi bezovta qiladigan narsa ko'p chanqab, ko'p suv ichib, ko'p hojatga, tez hojatga borish bo'ladi. Qandsiz diabet bemorlarimizni ham aynan shu narsalar bezovta qiladi. Hamda bu bemorlar ham endokrinologga emas, ko'pdan ko'p terapevtlarga shu shikoyatlar bilan keladi. Ya'ni ular qandni tekshirsa past chiqadi, demak ularda diabet yo'q deb ular terapevtlar. Ming afsus, bu mutaxassis endokrinolog bo'lmasa, demak, chanqayapman desa, birinchi o'chirda qondagi qand miqdoringizni tekshirib keling deydi. Qondagi qand miqdori tekshirilganda, bunday bemorlarimizda qondagi qand miqdori 4.2, 5.1 normada, demak 5.8 gacha bo'lgan darajani ko'rsatadi. Shunda shifokor aytadi, sizda hech qanaqa sahr yo'q ekan. Odatda endi sahr deb gapiriladi, qandli diabet emas. Sahringiz yaxshi ekan, boravering deydi. Afsuski, bu bemorlarni qondagi qand miqdorini emas, siydik miqdorini tekshirish kerak bo'ladi. Eng avvalo yana u bemorlardan necha litr siyyapsiz degan savol berishimiz kerak bo'ladi, o'rtoq shifokorlar. Agar siydik miqdori 5-6 litrdan oshyapti desa, demak darhol biz bu bemorlarni qandsiz diabet yo'nalishi bo'yicha tekshirishimiz va ularga kerakli yo'l yo'riqlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu haqda albatta keyingi suhbatlarimizda ham bafruja gaplashib ketamiz. Rahmat sizga. Demak, bizda o'zi haqiqatda Yayra Karimovna, siz o'zingiz aytganingizdek, har bitta qandli diabet deyapmiz-ku, lekin qandli diabetdan kelib chiqqan har bitta asoratini alohida qilsak, bu alohida kasallik kelib chiqadi va bu alohida mavzu. Bu mavzuni qisqa vaqtga sig'dirib bo'lmaydi. O'shuning uchun demak, diabetический stopa alohida katta mavzu, qandli diabet, ne sahrli diabet, qandsiz diabet alohida mavzu. Mana shu yerda yana izohlarda kelgan qalqon simon bez to'g'risida ham gaplashinglar deb yozishibdi. Shunga azizlarim, hurmatli bizning tomoshabinlar, Andijon tibbiy diagnostikani bugungi mavzu rubrikasida Yayra Karimovnani keyingi podkastlarimizga yana taklif qilamiz. Mana sizlarning guvohligingizda like va podelitsani unutmaymiz. Yayra Karimovna, va'da bering, Xudo xolasa bu rubrikamizni siz bilan davom etamiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xalqimiz sog'ligini saqlashda, uni kasalliklarini profilaktik oldini olishda qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tujadi. Qancha sayradik? 1 soat sayradik. 43 minut sayradi. Asosan siz sayradingiz deb qo'yavering. Nimaga? O'zi ashdan bo'lish kerak. Men ham hali faqat savol-javob bo'lmasin deb keldim savollarni.